Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Kobaltimiz yangi. Yil necha edi buni aka? 2018 ekan, lekin suvlar qaynab ketib qoldi akamiz. Xudo xolasa. Diagnostikadan boshlaganmiz. Moshina ichi ora-ora siltab qo'yar ekan, impuls оборотimiz mingdan pastga tushmayapti. Birinchisi, ikkinchisi suv gradusimiz 150 dan tushmayapti. Kabellarni qimalatingchi bu yerda kabelni? Suv gradusi kabelni qimalatingchi? Qimalatasiz? Kabel salonni ichiga olib ketish kerak. Suvdan chiqdi. Qayga suvda chiqib qo'ygansiz? Manga qo'yuvdik, o'sha bu moni zamikani qilib qoladi-da. Zamikani qilib qoldi, olib tashladi. Zamikani qilib qo'ygan bo'lsa, hozir mana qarang, hozir mana ko'chani gradusi 150 ga turib qoldi akamizniki. Plus moshina siltayapti ekan yurganda. Mana mashinaga ahamiyat berish kerak. Bu ikkita rejimlarnikida muammosi bor, plus suv gradusikida muammosi bor. Buni endi hozir simini uzib tashlab turib, yangi datchik bitta qo'yib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Sababi miyani urib qo'ymagan bo'lsa bo'ldi. Managa qo'yish endi hozir oldin qo'yilardi, to'g'ri o'zimiz ham bir ikkita qo'yib berganmiz, lekin sinab turib qo'yardik. Sababi managa qo'yganimiz datchik muammo qilib qolardi. Bu suv datchigini ikkita shtekirdan olib kelib, salon ichiga tiqilardi. O'shanda qayerdir bir joyda zamikani bo'lib qolsa muammo bo'ladi. Hozir endi akamizga baqa chiqarib beramiz suv graduslarini. Buni endi eskilarini joyiga qo'yib qo'yishibdi. Impuls bilan to'g'rilashimiz kerak nasib. Hop, akalar mana motor qismiga qaraganimizda shuni miyani tagida mana shu joyda bo'ladi suv datchigimiz. Hop, shtekirni chiqarib olganmiz. Mana ichkariga olingan ekan mana ikkita shtekir. Ichkariga kirganda qayerdir shilinishi mumkin, tegib qolishi mumkin. Impuls bilan ulangani xato bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkon darajasida suv gradusi tablon o'zidan hozir chiqqan hisobiga o'tirib olsani yaxshi bo'ladi akalar. Hozir bu simni uzib tashlaymiz va yangisini qo'yamiz o'zimiz. Hozir mana almashtirganimizdan keyin joyiga tushdi, xudo xolasa. Bizda suv datchigimiz уже kuyibdi. Sababi o'sha simimiz birlashib qolgani bo'lgan. Imkon darajasida hushyor bo'lishingni so'rab qolamiz akalar.